Men shunchaki soch emasman. Men seni yo'qotib qo'ygan ishonchman. Soch to'kilishi boshlaganda sen hatto oynaga qarashni ham kamaytirding. Ichingda esa bitta savol: qachon qaytadi? Javob oddiy: endi qaytarish mumkin. Soch ko'chirib o'tkazishda ekiladigan sochlar bu o'zingning sochlaring. Shuning uchun ular tabiiy o'sadi. Hech qanday sun'iy ko'rinish, hech qanday feyk yo'q. Natija tabiiy sochlar, yangi ko'rinish va eng muhimi qaytgan ishonch. Men qaytganimda sen yana o'zingga ishonib yashay boshlaysan. Agar sen ham soch to'kilish yoki kallikdan charchagan bo'lsang, hoziroq harakat qil. Toshkent shahridagi ishonchli klinika Gold Hair Transplant Clinic. O'ylanib o'tirma, vaqt o'tmoqda. Bugun qaror qil, ertaga natijani ko'rasan.